Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Mana Muzaffartrans servis avtobuslari konteynerlik avtovokzalga kirib kelmoqda. Kimda-kim Muzaffartrans servis qonuniy davlat tomonidan qo'yilgan avtobuslarga ketmoqchi bo'lsa, bemalol pastdagi raqamdagi murojaat qilib biz bilan bog'lanishidan so'rab qolamiz. Bu videoni musofirda yurgan aka-ukalarimizga jo'natib qo'yamiz. Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Mana Muzaffartrans servis avtobuslari konteynerlik avtovokzalga kirib kelmoqda. Kimda-kim Muzaffartrans servis qonuniy davlat tomonidan qo'yilgan avtobuslarga ketmoqchi bo'lsa, bemalol pastdagi raqamdagi murojaat qilib biz bilan bog'lanishidan so'rab qolamiz. Bu videoni musofirda yurgan aka-ukalarimizga jo'natib qo'yamiz.